Assalomu alaykum hammaga. Bugungi suhbatimiz juda ham qiziqarli bo'ladi degan umiddamiz, chunki bugungi mehmonimiz meni eng sevimli o'quvchilarimdan va qolaversa o'quv markazimizda bir necha yil ish faoliyat olib borgan ustozimiz. Hozirgi kunda Amerikada yashayaptilar va u kishi bilan bugun sizga Amerika hayoti, u yerdagi qiyinchiliklar va qanaqa farqlar bo'lganini real kontekstda ulashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasdan kelib oldingizmi? Yaxshimi, charchamayapsiz. Rahmat, Allohga shukr. Bugun endi birinchi beradigan, hammaga qiziq bo'ladigan dastlabki savolimiz bor. Amerika orzusi green card yutganingizdan keyin paydo bo'ldimi yo oldindan orzu qilardingizmi yoki bu narsa yutgandan keyin sinov bo'lib boshlandimi? Amerika orzusi o'zi umuman bo'lmaganmanda. Даже men Amerikani endi negativ fikr bildirish emas-u, yomon ko'rardim to'g'risi. Chunki bizning uyda shunaqa muhit bo'lganki, Rossiya bo'lib kelardilar bizning uydagilar hammalari o'sha Rossiyadan ishlab kelganlari uchun biz faqat Rossiyaga intilganmiz. Ruschani o'rganib, Rossiyaga ketaman. Bera green cardga topshirishim ham domlo nima bo'lgan? Men majburiy topshirganman green cardga, ambam majburlaganlar meni. Oxirgi kun topshirdim. O'sha payt ham aytdim, green card chiqsa ham Amerika ketmayman. Shunchaki topshirib qo'yibman. Lekin asosiy Amerika orzusi green card chiqqandan keyin boshlandi. Amerikani o'zida boshlandi, Amerikadagi o'sha sinovlar, hayot Amerikani o'zida boshlandi. Esimda haqiqatan ham green card chiqdi, nimaga xursand bo'lmaysiz deganimda domla men u yerga ketadigan, hech bir meni qiziqtiradigan narsa yo'q degan edingiz. Bir yilcha, uzr gapingizni bo'ling, bir yilcha nima qilib yurdim? Ikkilanib yurdim bir yilcha. Ketaymi, ketmaymi? To viza chiqqanicha esingizga tushadi. Eslayman haqiqatan ham. Green card yutganingizni qanday bildingiz? Green card yutganim ham bitta bu ham bir men uchun ajralib turadigan voqea bu ham. O'zi endi bir oilaviy narsalar sababli salgina bir qana katta o'g'ilman, endi qiladigan ishlarim ko'p-da meni. O'sha uchun ham men bir parkda o'tirgan vaqtim o'sha jo'ram bilan chaqchaq qilib o'tirganim, ichimdagi dardlarni aytib o'tirman jo'ramga. Bu ishni qilishim kerak, uy olishim kerak, boshqa qilishim kerak. Nima qilay deb o'tirman, chetga ketaymi deb o'tirman, lekin niyatim yo'q chetga ketishda. 2 soat o'tirib jo'ram bilan ana shu narsalarni gaplashgandan keyin shunday telefonni qarasam SMS kelibdi, bitta gruppadan ko'rib qoldim. Green cardlarning javobi chiqdi degan. To'xtakani ham aytdim, shu bekorga aytman, men majburlab topshirtirmaganlar o'shani. Bir ko'ray qani. Birinchi 2 kishi topshirgandik. Jo'ram topshiruvdi, o'shani javobini birinchi ko'rdim, qarasam chiqmagan. Men o'zimning atvetimga kelgan paytga shunday qarayapman, nima bo'lmayapti, javob chiqmayapti. Zagruzka bo'lib o'tiribdi-yu, keyin bitta shunday nima qilaverdim, yana bitta obnovit qilavergandan keyin qarasam berib chiqibdi. Ishonmayapman. Jo'ram chetdan videoga olib o'tiribdi meni. Ishonmayapman, qo'lim qaltirab, tag'irlab o'tiribdi ana shu. Ishonmay chiqib qoldi. O'sha paytdagi endi birinchi hissiyot qanday bo'ldi endi? Ichimga bir narsani tushuntirib bera olmayman. Uxlab bilmadim ertalabgacha. Xursand bo'lishni ham bilmaysiz. Shunday. Xafa bo'lishni ham, nima qilishingizni bilmaysiz. Chunki vobshe bilmadim men. Masalan, Amerika hayotiga umuman qiziqmaganman. Ular qanaqa pul topadi, nima ish qiladi, qanaqa davlat, umuman qiziqmaganman. Ana shu green card yutgandan keyin qiziqish boshlandi. Men o'zim bilmadim. Qanday ketaman, nima qilaman-da. Oila a'zolaringiz masalan chiqdi, o'rtog'ingiz bilan bo'lgansiz, uyga bordingiz, kim bilan birinchi ulashdingiz? Ular qanday qabul qildi bu narsani? Birinchi ambamlarga telefon qildim. Ambamlarga telefon qildim, u kishiga aytdimki, green card chiqdi menga, rahmat dedim u kishiga. O'zlariniki ham keyin tekshirib berdim. Ularga chiqmagan ekan. Keyin kelib, uyga shu bibim, bobomlarga aytgan vaqtim, bibim ketmaysan deyiladi. Bir yil ketmaysan deb turib bo'ldilar, oxiri keyin o'z qilib ketdim. Shu yerda bir holatni bo'lishaman. Siz menga domlo green card chiqdi menga dedingiz. Shu payt Romitandagi filialimizga taksida ketayotgan edim. Siz aytgandan keyin "Молодец, Jahon zo'r bo'pti-da, xursandman" deganimda taksist eshitdilar-da, "Domlomisiz?" dedilar. "Ha, shunaqa green card chiqdi, men bitta shogirdimizga, o'zimizda ustozlar chiqdi" deganimga, domlo biznikini ham bitta tekshirib bersinlar, shu kishiga chiqqan bo'lsa, qo'llari yengil bo'lib, biz ham chiqsa 7 yildan beri o'ynarkanlar, ayollariga ham. Keyin esingizda bo'lsa sizga telefon qildim. Jahon sizga hozir bitta kodni nimani tashlayman, ko'rib bering qani shularni dedim. Dars o'tib turgan paytingizda.
endi shunaqangi o'sha insonni ko'rsangiz emotsiyalarni to'xtab shunaqa kutibdilar javobingizni. Domla aytdilarmi hozir nima qilayotgan ekan, endi download qilyapti, bir chiqadi ham aytadi deb o'tiribman. Shunaqa umid bilan kutibdilar. Yo'q, domla chiqmabdi deganingizda o'sha insonga yetkazish uchun nima deydi, o'zimda shunday xohlanmas bir narsa bo'lib qoldi. Qanday shu insonga yo'q sizga chiqmabdi deb aytaman deb yomon ikkilanib qolgan edim. Ming afsuski, lekin ularga chiqmagan edi o'sha paytda. Ya'ni demoqchimanki, ba'zi bir odamlar buni yillar qayta va qayta urinish bilan kutar ekanda. Sizga hech qanaqa bunaqa hissiyotlar, bunaqa emotsiyalar bo'lmagan, to'g'rimi? To'g'ri. Ko'pchilik 10 yil, 15 yil shunday o'ynab kutadi bu narsani, lekin ularga chiqmaydi, bilmayman. Bir martaga o'ynaganlar, shu Amerikani o'zida ham kimdan so'rasangiz ham bir marta yoki ikki marta o'ynaganman deydi. O'shalarga chiqqan. Shunga aytadilar-da, peshonasida bo'lsa hamma narsa bekor deb. Xo'sh, jarayon qanchalik murakkab bo'ldi? Ana chiqdi green card to ketgungacha hujjatlari ancha qiyinchiliklarga duch keldingizmi? O'zi qanday qilib dokument taxlashni bilmay o'tirgandim. Keyin kelib sizga aytganimdan keyin sizni bitta shogirdingiz kelgan ekanlar. O'zi O'sha paytda u ham Amerikada edi. O'sha kishi kelib bitta akani nomerini berdilar. O'sha aka bilan hamma hujjatlarni birdan taxladik-ku. Unga nima bo'lar ekan, shu ariza to'ldirasiz, hamma ma'lumotlaringiz to'ldiriladi-yu, yana qaytib yuboriladi. O'lay u ma'lum emas, siz Amerika ketishingiz, u green card chiqdi degani Amerika ketdingiz degani emas. O'shandan keyin nima bo'ladi? Case raqami bo'ladi. Case raqami menga 4800-mi shunday case edi. Ochirt bilan kiradi-da, posolstvoga ochirt bilan kiradi. Mana shu fevral oyiga sizga bo'lsa posolstvoga kirgandim. 1 yil kutdim, deyarli 1 yil shu proses bo'ldi dokumentni taxlash. Jarayon anchagina uzoq, ancha stressga soladigan. Endi o'ylayman o'sha paytlar siz juda bosiq edingiz. Ya'ni hech bir ketish uchun talpinib, qachon keladi, qachon ochirib, domla ochiratim kelsin, ketasan desa, ketobman-da, bo'lmasa ko'ramiz yana deb qo'yganingizda, hech shuni ketgisi kelmayapti deb o'ylar edimda ba'zida. Ikkita yo'lim bor edi-da, domla. Yoki ketish, yoki sherab olib o'zimni ustimga ishlab, yana shu o'qituvchilik kasbimni davom ettirish. Baribir to'qqiz qilaman, ketmasam ham domla deganingiz esimda. Hujjat topshirishdagi eng stressli sizni bir nima deydi, og'ir, qiyin vaziyatlarga solgan qaysi bosqich bo'ldi? Suhbat, ha? Posolstvodagi suhbat, o'sha elchixonadagi suhbat. Men hammasidan o'sha inglizchani bilaman deb yozganman. Inglizchaga suhbat bo'ldi. Hammasidan yaxshi javob berib o'tdim. Men o'ylayapman-ki, men ingliz tilini bilganim uchun menga beradi vizani deb. Lekin shunday aytdiki, menga senga viza bermaymiz dedi. Boshlanishda birinchi marta отказ olganman. Senga bermaymiz dedi. Nimaga deyapman? Men Rossiyaga ketganman. Rossiyaga bo'lganim uchun sudlanmaganlik haqida Rossiyadan qog'oz kerak. O'sha qog'ozni aytmaganim uchun o'sha отказ bo'ldi birinchi marta. Lekin ikkinchi martasiga bemalol berdi vizani ikkinchi. U qog'ozlarni taxladingiz, kelgandan keyin ketishdan oldin nimaga tayyor bo'lish kerak ekan o'sha paytda deb o'ylaysiz? Bu chuqur mavzu. Amerika ketishdan oldin hamma men o'ylaymanki, kutuvlarni to'g'rilab bo'lish kerak. Chunki televizorda ko'rilgan hayot emas. Kutuvlar bu juda katta ahamiyatga ega demoqchisiz. Televizorda ko'rasiz, hozir chiqadi, ertalab kofe ichadi, soat 9da ishga boradi, 8 soat ishlaydi, keladi, katta pul, undan keyin chiqib basketbol o'ynaydi. Men xayolimda shunaqa narsalar edi, Amerika boradigan. Idealni norealdan reallikka qarab degandek. Expectation versus reality bo'ladi yo'qqa borgandan keyin. Yaxshi. Sizningcha green card yutgan odamlarning eng katta xatosi nimada? Green card yutgan odamlarning eng katta xatosi u yoqqa borganidan keyinmi yoki hujjat taxlayotgan paytidami? Endi keling deylik, hujjat jarayonida ham, u yerda borgandan keyin ham. Marriage qilish. Ha. Agarda dokument taxlayotgan vaqtida marriage qiladigan bo'lsa, ular ana green carddan keyin siz to'yib bo'ldingiz. Keyin ular buni tayini kavlashtiradi. Nima uchun to'yib bo'ldi? Viza uchunmi, Amerikaga ketish uchunmi? Shu narsa. Bitta 2025-yildami, menimcha 2024-yilda o'sha green card yutgan bitta bizani sherigimiz bor edi, uylandi.
uylangandan keyin asosiyga 3 marta bordi, 3 marta ham отказ berdi. Qancha nima qildi, xarajat qildi, lekin Menimcha bu ko'p bir keyslarni uchratgan edim. Shunday agar green card chiqib qolsa, ya'ni planet bir-birlari bilan dogovorni deydi-ku, ya'ni kelishuv asosida marriage qilib ketadiganlar bo'lgani uchun shu nimani qat'iy olganmi yoki bu 2024 dan oldingi bo'lgan keyslar. Lekin 2024 dan keyingi bo'lgan keyslarda birorta ko'rmaman, ishlamadi. Hali ham shu uylanmasdan ketganim men uchun to'g'ri bo'lgan ekan. Demak, hujjatlar hammasi tayyor bo'ldi. Esimda o'sha vaqtlar qanaqa nima bo'lgan jarayonlar, Amerikaga ketdingiz, xo'sh. Endi birinchi Amerikaga kelgan kuningiz qanday bo'ldi? Bordingiz, qanaqa shok o'sha paytda bo'ldi? Jet lag bo'ladi-ku. Xuddi shunday. Men chunki 3 kun uxlamasdan ketdim-da. Bu yerdan poyezdda ketdik Toshkentga. Toshkentga endi dam olaman deydigan bo'lsam, u yoqda biz uydagilar bilan ketganimizda bachani aylantirish kerak dedilar. Ularni aylantirdik. Kechqurun uxlashim kerak, lekin uyg'im kelmayapti. Chunki o'zi ertaga Amerikaga boraman. Uyg'im kelmayapti. Samolyot 12 soat uchibdi. Samolyotda uxlab bilmayman. Yo'lda uxlab bilmayman. Bordim, yo'qdan akalar kutib oldi. Ular ham aytdi. Uxlama. Oz bo'lmasa o'rganib qolasan, vaqting alishib qoladi. Ertalab uxlab, kechqurun turadigan bo'lasan. Sizni nimaga moslashtirish uchun? Kechqurungacha uxlamadim. Qarayapman, masalan, men kutgan narsa emas. Men kutgan narsa katta binolar, baland binolar, shunaqa narsalar bo'lishi kerak edi. Lekin oddiy o'zimizga qanaqa masalan yerlar bor, oddiy quruq yerlar bor, xuddi shunaqa narsalar o'shoqqanmi, prosta tozaroq. Tozaroq, O'sha aeroportdan tushdingiz, endi takovoy uverенность bilan men angliskini bilaman-ku, ingliz tili muammo emas deb shu birinchi aeroportga qadam qo'yib kirgandan qaysi tilda gaplashyapti bular degan ham bir fikrlar bo'ldimi? Ko'pchilik bo'rlarim shunaqa deydi-da, domla 7,5-8 IELTS bo'lsa ham shunaqa deb. Chunki men o'zim Dubayga borgan paytimda shu o'rinda bitta keysni aytib ketaman. Bo'ldi, biz IELTSimiz yoki speakingimiz baland, hamma narsani tushunamiz, muammo yo'q-ku deb qo'rqmay borganmiz. O'sha ko'rgan paytda u tubdan real hayotdagi masalan gapirish jarayonlari boshqacha. Ya'ni ingliz tilida ko'p so'zni emas, qanchalik kam so'zni ishlatgan holda bir kishiga yetkazish, hech kimni vaqtini olmasdan kommunikatsiyani amalga oshirishni ko'rgan edimda. Amerikada ham menimcha shunaqa muammolar bo'lgan bo'lishi kerak sizda. Men kirib borgandan keyin aeroportga qayerdan chiqishni, qayerdan registratsiya qilishni bilmayapman-da. O'shani borib so'rayapman, meni tushunmayapti. Men so'rayotgan nimani, masalan, bizning aksent boshqacha. Endi u ham nima emas, native emas edi. U ham qayerlikdir, Hindistonlikmi, Indoneziyalikmi shunaqa aksenti shunaqa edi. U meni tushunmayapti, men uni tushunmayapman. U yoqda bir 90 xil, 100 xil aksent bo'lsa kerak mana. Lekin ikki kishi bir xil tilda gapiryapsizlar, bir-birlaringizni tushunmayapsiz. Yaxshi. Xo'p, ana endi keling, birinchi o'yingiz o'sha yerda bordingiz. Ana birinchi oy qanchalik qiyin bo'ldi sizga? Moslash jarayoni qanday kechdi? Birinchi oy nima uchun keldim degan fikr bilan o'tdi birinchi oy. Chunki borib bir hafta ish qidirdim. Ish qidirish jarayoni ham men kutganday bo'lmadi-da. Men o'ylagandimki, boraman restoranga, shunaqa bir akkuratni joylarga ishlayman deb o'ylaydim. Boribman, birinchi restoranga ishga kirmoqchi bo'libman, menga $100 pul beraman debdi bir kunga-da. Bir kunga. Lekin u yoqdagi rasxodlar bilan hisoblasam yetmaydi. Magazinni ko'rdim, boshqa yengil ishlarni hammasini ko'rdim, birortasini puli to'g'ri kelmaydi. Men shu Rossiyada stroykada ishlaganman oldin. Qaytmayman degandim shu stroykaga. Lekin baribir shu qo'limda hunarim borligi uchun to'xtadim. Shu ishni baribir endi barakasi bormi bilmayman, shu ish yoki yana nasib qilibdimi menga deb yana o'sha stroykaga kirdim. Lekin eng alam qilgan jihati ham o'sha stroykada bo'ldi. Chunki men o'sha stroykadan chiqib, bera o'sha oq ko'ylaklar bilan kelib, masalan, qo'limda flomaster, yonimda notebook, dars o'tardim doskada, umuman og'ir ish yo'q edi. Lekin u yoqqa boribman, o'zi $150 ga gaplashganman. $150 bu yerdan katta pulday ko'rinadi ko'pchilikka, bir kunga-ku deydi. Lekin u yoqda mayda pulda, bizda eng kam pul yo'q $150. O'sha eng kam pulga 10 soat betonlar bo'ladi-ku. Katta ishlar betonlar tashlayapmiz. O'sha va hayolimda o'tayotgan narsa,
man yurgandim-ku o'sha yoqda, yaxshi yurgandim-ku, o'zimga yaxshi sharoit Nimaga kelib qoldim bu yerga? Nimani o'zimga to'g'ri qaror qildimmi, qaytaymi orqaga degan fikrlar ham bo'ldida. Qarang, men o'ylaymanki, siz Rossiyada o'shana mehnatni bo'yniga olib qilib, oddiy masalan joydan chiqqan bola shuncha mashaqqatni kechirib, yana oyoqqa turib ketib, kelib qanchalik ingliz tilini o'rganishga harakat qilganlaringiz esimda-da. Yana o'qituvchilikni ham zo'r qilib, shuna bolalar ichida qanaqa hurmat orttirganingizni ham bilaman. Kollektivda qanaqa tartib, intizomli bola bo'lganingizni ham bilaman-da. Men o'ylaymanki, shu bir kitob yozganingizda menimcha bu bestseller bo'lib ketsa kerak o. Shuni aytdim, hurmat deganingizga, masalan, berakelarning xuddi siz aytganingizdek hamma hurmat qilib, yaxshi kutib olib, qo'li ko'ksida assalom domlajon, assalom domlajon. Lekin u yoqqa boryapman, ikki kishi tepamda o'tiribdi, xuddi nimada ishla deganday qilib o'tiribdi, umuman to'xta bilmaysizda. Ichimdan o'tayotganini o'zim bilaman o'sha. Jonim biladi deng. Xo'p, ana endi qarang bordingiz, masalan, endi bizda bu tabiiy-ku, ingliz tili nisbatan o'rganayotgan paytimizga ko'p mamlakatlarni madaniyatini ham o'rganamizda. Ya'ni juda ham keskin madaniyatiga nisbatan bizda shok holatlari bo'lmaydi. Sizda lekin culture shock bo'ldimi u yerga borganingizda? Mana siz Rossiyaga borgan, mana keling deylik, u oqimni ko'rgansiz, yana bir nechta davlatlarga chiqqan edingiz. U yerda borganingizda ham culture shock bo'ldimi biror narsada? Culture shock bo'lgani yo'q, lekin men bitta narsasiga havas qildim domla bilan. Bir-biriga bo'lgan muomalasiga. Biz o'zimiz endi masalan, men o'zimni ham qo'shib, hammamiz qo'shib gapiraman, ozgina qo'pol biz. Siz ham kuzatdingiz shuni, demak-a? Men ham Angliyada bo'lgan paytimda eng kuzatgan narsamdan biri shu edi, muomala madaniyatidagi keskin farqlar. Demak, u yerda sizda ham shunga nisbatan yaxshi. O'zbeklarga endi nega bu savolni o'yladik? Bilasiz, Amerikada o'zbeklar ko'p. Kam o'zbeklar deb ayta olmaymiz-da. Ya'ni bular ma'lum bir o'zlarini shaharchalargacha qilib bo'lgan komandalar mavjudda. Mana shunda o'zbeklarning munosabati sizga qanday bo'ldi? Qanday kirishib ketdingiz? Mana sizni bizani o'zimizni yurtimizdan deb iliq kutib olishdimi? Qanaqa munosabatlar bo'ldi? Endi agar общий o'zbeklarni hammasini hisobga oladigan bo'lsak, u yoqda siz aytganingizdek o'zbek ko'pligidan hech kimga ishi yo'q. Masalan, oldin akalar aytadi, oldin deydi biz 14 yil, 15 yil oldin kelgan vaqtimizda bitta o'zbek ko'rib qolsak, yugurib borib olib kelardik o'shani. To'g'ri deydi, salom alaykum qilib, bitta joyga o'tirib, tanishib, nomer alishib, keyin ketardik deydi. Lekin hozir ana bir-birimiz yonimizdan o'tib ketamiz. Salom berish ham yo'q. Bilamiz ana shu o'zbek. Unaqa narsa bo'lmaydi. Juda katta community уже shakllangan. Bu nima deydi? Moslashib bo'lingan o'zi bu jarayon. Mavjud bu narsa domlo zamonga ham bo'lishi mumkin. Masalan, oldin hurmat boshqacha bo'lgan. Men masalan hozir o'zbeklarni ko'p deya olmayman u yoqqa. Chunki o'zbek bo'lsa 100 mingta. Lekin boshqa xalqlarni qarasangiz 13 million, masalan Meksikadan kelgan. Ancha katta kirgan degan. 3 million Xitoydan kirgani bor. Mana endi ba'zi green cardni yutgan bolalar umuman ingliz tilini bilmaydi. Ingliz tilida keladi-ku sentrimizga masalan, men 3 oydan keyin Amerikaga ketaman, 3 oyda meni ingliz tilida gapiradigan qiling degan paytlarda ba'zan kulib qoladigan jihatlarim bo'ladi, lekin masalan bu narsa sizda yo'q edi. Ingliz tilini anchagina joygacha kirgan, kommunikatsiyani bemalol amalga oshirib biladigan o'rindagi o'qituvchi uchun u yerda til bilganingiz qanchalik yordam berdi sizga? Til bilganim ancha yordam berdi, chunki men erkin bo'ldim u yoqqa. Men masalan til bilmasam edi, kimgadir iltimos qilishim kerak. Yur, mana masalan dokumentga olib borib kelgin yoki masalan yur men bilan qaysidir ishni gaplashgin. Lekin agarda til biladigan bo'lsa, hech kimga nisbatan nima bo'lmaydi, dependent bo'lib qolmaydi, bog'lanib qolmaydi hech kimga. U yoqda hech kim xohlamaydi ishidan qolib sizga yordam berishni. Endi ming qishi bo'lsa ham, ming masalan do'sti bo'ladigan bo'lsa ham, u ham ishlashga ketgan u odamlarda. Vaqti deng bormi yo'qmi? Kapitalizm ustiga qurilgan davlat domlo har bir soatini qadrlaydi odam. Daqiqasini deng, ha? Hattoki bir shu o'rinda masalan bir aytib o'tdingizda, birinchi oy kelgan paytimda nimaga keldim o'zi degan savol bo'ldi desam, shu nimaga keldim o'zi degan savol qancha muddat davom etdi? Nimaga keldim degan savol bir 6-7 oylar davom etdi.
Anchadan Anchagina muddat. shunday moslashib olish qiyin bo'ldi. Lekin men bilardim masalan mana shunaqa qiyinchiliklar bo'lishini, lekin men o'ylagan narsa boshqa. Masalan, men bu yoqda qolib ketamanmi yoki O'zbekiston borib hayotimni o'sha yoqda davom ettiraymi degan savol bo'ldi. Chunki masalan men o'zi Amerikadan ishlab keling 5 yil yo 10 yil ishlab kelishim mumkin. Yana qaytib O'zbekistonga kelib nima ish qilaman? Yana noldan qilaman. O'sha narsani o'ylab, o'sha narsaga qaror chiqargancha 6 oy vaqt ketdi. Endi til bilganligingiz yordam berdi. Ba'zida nimaga ham keldim degan hissiyotlar ham bo'ldi. Mana 7 oycha, u kichkina muddat emas-da. 7 oyda ish topdingiz masalan, o'zingizni to'liq ta'minlab bila oladigan darajaga chiqdingiz. Keyin nima sodir bo'ldi? Ana o'sha u yerni hayotiga ko'nikish paydo bo'lgandan keyin menimcha rejalar ham, o'zingizni qanaqadir maqsadlaringiz ham keskin o'zgarish bo'ldimi shu borada demoqchi edim. Men ana hozir to O'zbekiston kelganimcha 2-3 yil ishlayman, qaytaman degan fikr bor edi. 2-3 yil ishlayman, bo'ldi O'zbekistonga qiladiganimni qilib olaman, keyin qaytaman. Lekin kelgandan keyin birdaniga fikrim o'zgarib qoldi. Hozir o'ylayapman, hech bo'lmaganda bir 10 yil yashab, o'sha yoqda o'zimni qanaqadir bir darajaga ko'tarib, o'zimni bir biznesimni boshlab olib, keyinchalik kelmoqchiman O'zbekistonga. 10 yil yashagandan keyin kelish fikringiz keskin o'zgarishi mumkinmi? Yana qolish demoqchimisiz? Yana qolish niyat paydo bo'lishi, endi u ham vaziyatga bog'liq. Lekin baribir ham tortadi, vatan baribir ham tortadi. Albatta. Qayerda bo'lsangiz ham, qanaqa sharoit bo'ladigan bo'lsa ham, chunki u yoqda ham bor, o'zbeklar bor, masalan, qarindoshlaringiz bor, lekin kichkina diaspora bo'lib, kichkina masalan davrachalarga o'tirib yoqmaydi hech kimga masalan. Har doim bir xil odam. Bir xil odam ko'rasiz. Mana shu O'zbekistonda sizni qaytishingizga eng majbur qiladigani, qaytishingiz uchun eng katta sabab inson bormi? Bebim bilan bobomlarda. Yashang, malades. Baribir qayerda bo'lsangiz ham o'zingizni qarindoshingiz, o'zingizni birga tug'ilib o'sgan, katta bo'lgan qadrdon insonlaringizni o'rni baribir bo'lakcha. Ya'ni har qaysi mamlakatni har qanday moliyaviy ustunlikka ham alishmayman degan narsalar bo'ladi-ku insonda. Shu sizda ham qadriyat mavjud. Yaxshi. Birinchi ishingiz borasida gaplashdik biroz. Masalan, siz ofitsialniy ishlarni endi demoqchimanki, endi rasmiy davlat ishlariga menimcha hech qanday qo'shilish imkoniyatlari bo'lmaydi u yerda. Keling, ishga kirdingiz, joylashdingiz, moliyaviy jihati qanday boshlandi? Hozir o'sha davlatning ishini bitta aytib o'lay, keyin o'sha moliyaviy javob beraman. Hozir bizda masalan green card bemalol davlat ishiga ham kirsak bo'ladi, lekin meni o'zimda masalan shu yerda ham davlat ishiga ishlashga xohish yo'q, u yoqda ham davlat ishiga ishlashga xohish yo'q. Men erkin bo'lishim keladi. U uchun menda ma'lumot ham yo'q davlat ishiga ishlashga, chunki men u yoqda o'qishim kerak, meni o'qishimni kimdir ko'tarishi kerak, kontraktni berib. Lekin mana masalan Nyu-Yorkka yangi mayor bo'ldi-ku. O'sha ham hech qanaqa o'qigan joyi yo'q, faqat kollejni bitirgan. Bo'ldi, tamom. U ham 2020 yoki 2018-yil fuqarolikni olgan. O'sha yerda, ya'ni qisqa muddatda. Qisqa muddatda mayor bo'ldi. Moliyaviy jihatni aytadigan bo'lsak, men bir 7-8 oycha unaqa wow darajada katta pul topganim yo'q. Uyga ham menimcha bir 6 oycha pul yubormadim. Faqat o'zimni qarzim bor edi, o'sha qarzimni yubordim. Chunki ko'pchilik o'ylaydi, Amerika borsa bo'ldi, tamom, oyiga $10,000 yuboradi deb o'ylaydi. Unaqa narsa yo'q. U $10,000 chiqish uchun ham kamida 1,5 yil, 2 yil kerak, u ham harakatiga bog'liq. Olib chiqa olmay yurib, qarzga botib ketganlar ham qanchadan. Qancha. O'sha yerning o'zida ham hattoki, yaxshi. Endi xarajatlar haqida yana ham ochiqchasiga biroz gapirsak, mana yashash uchun qancha xarajatlari bo'lishi mumkin? Mana siz uylanmagan, yolg'iz uyda turadigan inson sifatida aytsangiz, masalan, ba'zi bir bolalar borda, kimgadir auditoriyada qiziq bo'lishi mumkin. Men keling deylik, ularga green card turmushli insonlarga chiqib qoldi masalan. Ularda qanaqa farq qiladi? Shu borasida ham biroz ma'lumot bersangiz. Oila bilan
nimani Yolg'iz farqlab o'zingizdan xarajatlaringiz qanaqa topish mumkin? Masalan, ba'zilar yosh bolalari bilan risk qilib ketadi-da. Endi bo'ldi o'sha aytgan narsamiz reallik baribir darrovda ko'rinadigan narsa emas-da. Yosh bolalari bilan ketgan paytda qiyinchiliklar qanchalik bo'ladi? Shularga nima fikr bera olasiz? Hozir agar bitta kishiga keladigan bo'lsak, bu oson bo'ladi bir kishi uchun. Unaqa qiyinchilik yo'q. Shtatga bog'liq rasxodi qancha bo'lishi. Eng masalan qimmat shtatlardan bittasi New York, Kaliforniya. O'sha ikkita shtatda yashaydigan bo'lsa, yeb ichishi, turar joy boshqa bir yana xarajatlarni olib hisobga oladigan bo'lsak, bir $2000 ketadi. 2000-2,5 minglar ketadi o'rtacha. Agar oila bilan bo'ladigan bo'lsa, kvartira pulisini o'zi bir xonalik bo'lsa $2000 u shtatlarda. Kvartirasini o'zi. Yeb ichish bilan yana boshqa rasxod, kiyinish, hammasini qo'shadigan bo'lsak 3,5 ming, 4 mingga boradi. O'zi bir kishini topadigan barcha maoshi barobar bo'lib ketaveradi. O'rtacha masalan $150 topadigan bo'lsa, shu 4 ming, 4,5 ming ishlaydi. Yaxshi. Moliyaviy bosim albatta bo'ladi. Ya'ni sizda ham boshlang'ich davrda moliyaviy bosim qanchalik bo'ldi? Boshlang'ich davrda men bitta o'zim bo'lganim uchun moliyaviy bosim bo'lmadi. Men prosta o'ylagan narsam, men nima ish qilaman? Masalan, men pulimni qayerga investitsiya qilsam bo'ladi, masalan. O'sha uchun ham pul yig'ib O'zbekistonga yubormadim. O'sha yerda qo'limda ushlab o'tirdim pulimni. Katta ham masalan pul topish bo'lmayapti yo'qda. Masalan, oyida men o'zim $4,000 topadigan bo'lsam, 2,5 ming rasxod ketadi, 1,5 ming, 2 ming qoladi. O'ylayotgan narsam shu, men O'zbekistondan o'tirib topaman-ku bu pulni deb o'sha vaqt o'ylaganman. Keyin qaradim, yo'q, men boshlanishda o'sha toza trakda ishlayman-ku. Trakka chiqmayman deb ketganman. Esimda. Trakka chiqmayman, mashin, taksi unaqa narsalarga aralashmayman deb ketganman, lekin ana baribir odam majbur bo'laydi. Shunda o'zi oddiy immigrant masalan Amerikada necha yilda u yoqqa turib ketadi deb ayta olasiz? Agar tilni biladigan bo'lsa, bu muhimi. Tilni biladigan bo'lsa, o'zini bir harakatchan bo'ladigan bo'lsa, bitta o'zini aytaman o'zi, bir kishi bo'ladigan. Bir kishi bo'ladigan bo'lsa, 6 oydan 1 yilgacha oyoqqa turishi mumkin. Oyoqqa turish deganda u masalan mashina olib, boshqa narsalar uy olib, unaqa narsa qila olmaydi. Yaxshi daromadga chiqishi mumkin. Agarda oilaviy bo'ladigan bo'lsa, sal qiyinroq bo'ladi. Bu 1,5 yil yoki 2 yil vaqt oladi. Ketib qoladi. Xo'p. Endi mana ko'p emas, baribir 1 yilcha yashadingiz Amerikada. Xudo xolasa, bu Amerika sizni 1 yil oldingi jahon bilan 1 yildan keyingi jahon o'rtasida qanaqa farqlarni yaratib qo'ydi? Oldin to'g'risi, shu O'zbekistonda ham xarakterim shunday ediki, oldindan ko'p narsani reja qilardim. Ana bu narsani aytsam, hozir bu odam menga bu javobni beradi. Bu ishni qiladigan bo'lsa, mana bu narsa bo'ladi deb kutuvlarim bor edi. O'sha kutuvlarni yo'qotdim. Umuman hech narsadan kutuv bo'lmaydi. Masalan, men keling bitta ishni qilmoqchiman, o'sha ishga masalan qancha harakat qildim, mana masalan 1 yil umrim ketdi, lekin o'sha ishim o'xshamayaptimi? Bo'ldi, tam o'xshamadi. O'sha narsani xudo xohlamagan ekan, bo'ldi. O'sha narsani kutmayman. Amerika menga shu kutuvlarimni yo'qotishni o'rgandi. Bu degani biror bir ish qilishda hech kimga tayanmaslikni. Hech kimga ham tayanmayman, natijasini ham oldindan o'ylamayman. Nima bo'ladi? Qanaqa natija bo'ladigan bo'lsa ham ko'naman o'sha natijaga. Ko'proq tavakkalchi va boriga rozi bo'ladigan bo'ldim deng qisqasi, shundaymi? Yaxshi. O'zi shu boriga rozi bo'lmasangiz ham, bo'lsangiz ham baribir shu odamning taqdiri ekan. Masalan, boriga rozi bo'lib o'sha yo'l bilan ketsa ham baribir o'sha yo'l, o'sha liniya shuniki, o'sha yo'l bilan ketmoqchi bo'lmasdan boshqa joy bilan ketaman desa ham baribir xudo o'sha yo'l bilan yetib qo'yar ekan o'sha. Xohladingizmi, xohlamadingizmi, baribir shunday deng. Yaxshi. Mana hozirgi qarashlaringiz va hozirgi holatingiz bilan keling deylik, borsangiz, qaytib borishingiz endi tabiiy, birinchi marta boradigan inson bo'lsangiz, shu paytda nimasi bilan farq qilgan bo'lardi deb o'ylaysiz? Agar vaziyatni bilib turib borsammi? Bilib turib borsam, birinchi navbatda tezroq harakat qilgan bo'lardim trakka chiqishga. Ko'p orqaga surmasdan. Ko'p orqaga surmardim. Yana nima? Menimcha shu, boshqa ish qilmardim. Chunki boshqasi
baribir o'shanga ketardim. Endi mana Rossiyada ham ishlaganman deganingizda, bir qiziq bir savol tug'ilib qolishi mumkin auditoriyagaki, Rossiyada ishlagan ekan, keyin ingliz tilini o'rganib, ingliz tilidan o'qituvchi ham deb gapiryapti bu bola, keyin Amerikada o'zi bu nima bo'lgan degan jarayonlar bo'ldi. O'zi ingliz tilini o'rganish yoki imенно pedestal o'quv markazini tanlashingiz yoki bu yerga kelishingiz, bu yerda ishlashingiz bu qanday bo'lgan bir jarayonlar haqida birozgina qisqacha gapirib bersangiz. O'zi texnologiyasiga o'qiganman nomro, bilasiz. Shu texnologiyasiga kirgan paytim kontrakt bo'lib qoldi-da, 3 ball yetmasdan kontrakt bo'lib qoldi. Uydagilarimga aytdim, Rossiyaga ketaman dedim. Bobom qo'ymadilar Rossiyaga ketishga. Baribir taqdir taqozosi bilan ketdim. 1 yilimni o'tkazib, 2 yil ishladim Rossiyada, ishim yaxshi edi, yomon emas edi. Lekin o'tirib o'yladim, men nima uchun oson yo'lni tanlayapman deb o'tirib o'yladim. Bu oson yo'l deganda, masalan, Rossiyaga borib ishlash, mehnat, masalan, sabr talab qilmaydi, o'tirib bo'lib o'qishni talab qilmaydi, prosta borasiz, ishlaysiz, vaqtinchalik, masalan, pul topib nimadir xarajatlaringizni qilishingiz mumkin, lekin butun umr o'shanaqa qolib ketasiz. O'sish yo'q. O'sish bo'lmaydi. O'tirib bo'lib 1 oy o'yladim Rossiya. 1 oy bekor bo'ldim, 1 oy o'yladim shu narsani. Keyinchalik borib o'qiyman degan fikr keldi. Bo'ldi, tamom, Rossiyasini ham, boshqasini ham yig'ishtiraman. Bunaqa oson yo'l menga kerak emas. Nimaiki bo'ladigan bo'lsa ham shu O'zbekistonda qilaman degan narsa paydo bo'ldi Rossiyada. Bu yerga kelganimdan keyin men hali ingliz tilini o'rganaman degan fikr yo'q edi. Chunki men oldin ham sizlarga aytganman, men ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lmaganman. Umuman maktabda ham yaxshi o'qimaganman inglizcha. Umuman 0 edim deyarli inglizchaga. Bitta jo'ramdan maslahat bo'ldi, shu ingliz tilini o'qigin, chetga ketishing mumkin. Masalan, boshqa davlatlarga ketib yaxshiroq imkoniyating ko'proq bo'ladi. Magistratura shunaqa narsalar imkoniyating ko'p bo'ladi dedi. Pedestalga borib qolishim ham, bu ham men birorta uchebni center tanlaganim yo'q. Shu Buxoroni uncha bilmardim. Bu yerga kelgan vaqtim Buxoroni uncha bilmardim va taqdir taqozosi bilan jo'ram bilan ikkalamiz keldik. Uni jiyani sizlarni o'sha bizning uchebni sentrda to'g'risidagi maktab 8-maktabga o'qiydi va o'sha aytdi, o'sha maslahat berdi. Pedestalga kelsangizlar yaxshi, o'qituvchilar yaxshi, muomalasi hammasi zo'r deb. Bitta she'rga kelganim, bo'ldi uchebni sentr alishtirganim ham yo'q. 1 yilga qolib ketdingiz. 1 yilga o'qib oldim IELTSni. Necha o'rgansiz shunda ustoz? 7 oldingiz, birinchi urinishdan oldingiz. Birinchi urinishdan 0 dan chiqib. Hech qanaqa meni masalan ma'lumotim yo'q edi. Undan keyin masalan 7 olishni ham men kutmaydim-da. 7 dan kattaroq marja qo'ygandim o'zimga. Sizga ham aytgan vaqtim, natijani siz birinchi ko'rib berdingiz. Men o'zim umuman qiziqmadim natijaga, chunki imtihon jarayonida men esga bo'lsa listeningni o'tkazib yubordim dedim. O'shani hisobiga menga 7,5 chiqmay qoldi. O'shani hisobiga 7. O'shanda ham 0,5 farq bilan edi. Esladim. Juda kichkina farq bilan edi. Demak, sizda kuchli shaxsiyat o'zi mana Rossiyada aytamiz, bunday oddiy ish, qora mehnat deymiz. Qarang, o'sha muhit sizni juda bir kuchli shaxsiyatingizni rivojlantirib, shu narsani qo'yib bergan muhit ekan. Qarang, ko'p o'quvchilar kelgan paytda aytadi, qisqa muddatda men IELTS'imni olib bilamanmi degan paytda eng birinchi men doim aytadigan narsam, sizdan ham ketadigan harakat, mehnatni katta samarasi bo'ladi. O'sha katta ball uchun deganim, aniq bir maqsad, qat'iyat va kuchli shaxsiyat bilan haqiqatdan ham katta ballga chiqishni imkoni bor. Bolalarda o'zi shu narsani yetmasligi uchun 2 yillab, ba'zilarda masalan 3 yillab vaqt sarflasa ham chiqmay qoladi. Mana yaxshi 1 yilda 7 ni 0 dan olish bu oson emas. Qarang, yaxshi o'rganuvchi bo'libsiz. Yaxshi o'rgatuvchi bo'lishingiz uchun nimalar sodir bo'ldi? Yaxshi o'rgatuvchi bo'lishim uchun o'zi birinchi bo'lib qanday o'qituvchi bo'lib qolganimni aytib beradigan bo'lsam, men shu zapravkaga o'tirdim. Ochrat kutma, taksida ham ishlaganman, bilasiz. Zapravkada o'tirdim, atvetimga ham qiziqqanim yo'q, nima ish qilishimga ham qiziqqanim yo'q. Bo'ldi, IELTS topshirdim, natijamni ham bilmayman. Siz telefon qildingiz. Jahon 7 olibsiz. Men xursand bo'lmadim sizga bo'lsa. Domlama 7,5 kutuvdim dedim. Men xursand bo'lmadim dedim. Dedi, siz nima qilmoqchi endi bundan keyin? Yana o'qimoqchimi dedim. Aytdim, 9 olmaganimcha to'xtamayman dedim. Keyin meni ishga choqirdingiz. Men o'qituvchi bo'laman deb o'ylamagandim. Qilib bilaman ham deb o'ylamagandim bu narsani.
Chunki men maktabda ko'rardim. Biz o'ylardik, Albatta. shu maktabdagi o'qituvchilarday deb o'ylardik. Chunki maktabga pul bermaydi hozir. Nima, masalan, oilalar pul to'lamaydi, o'sha uchun ham qadri qolmagan deb o'ylayman. O'sha uchun ham o'quvchilar nima qilmaydi-ku, quloq solmaydi. Albatta. Shunday meni xayolimda paydo bo'lgan bu narsa. Men o'qituvchi bo'ladigan bo'lsam, hozir menga masalan shunaqa muomala bo'ladi. Men ko'tara olmayman u narsani. Keldim, siz o'zingiz o'qituvchilikni qanday bo'lishi, qanaqa tartibda olib borilishi, qanday dars o'tish, hammasini o'zimdan o'rgandim. O'sha uchebni sentrdagi o'qituvchilardan hammasidan o'rgandim, lekin kechqurun uxlamagan vaqtlarim ham bo'ldi, dars o'taman deb tayyorlanishim uchun. Albatta. Va ko'p yosh o'qituvchilarga shuni aytaman-da, qachon jarayon boshlansa, bu tajriba eng katta. Ustoz esa tajriba. Ya'ni siz o'rganuvchi sifatida boshqacha harakat qilasiz. O'rgatuvchi sifatida tubdan boshqacha harakat qilasiz. O'rganuvchi sifatida uxlashingiz mumkin. Ba'zi bir kunlar buni ertaga ham qila olaman deya olasiz-da, lekin o'qituvchi bo'lgan paytda uyqungiz yetmaydi. Men shu narsani ertaga qanday chiqara olaman deb, mana men nima uchun aynan sizni ishga taklif qilganim ham IELTS gruppamda o'qigan paytingizda esda bo'lsa reading tahlillarini mana shu savolni qanday tahlil qilib bering menga degan paytimda tushuntirish uslublaringizdan ko'rganman o'sha o'qituvchilikni ilk nimalarni ko'rganman. Bu bola eplabli ekan deb, adashmasam o'sha gruppalaringizda bir 4 dan 7 chiqqan bolalar bor edi. Birortasiga men ish taklif qilmaganman. Jahon negaki sizda haqiqatda o'sha kuchli tartib intizomni, shaxsiyatni ko'rganim uchun bu ya'ni o'qituvchilik qilaman degan paytda ham sidqidildan shunga kirishadi degan fikrda taklif qilgan edim. Juda ham qarorimiz to'g'ri bo'lib chiqqan. Men o'ylaymanki, siz o'qituvchilik qilgan jarayoningizda ham jamoa ichida orttirgan hurmatingiz, o'quvchilar orasida orttirgan hurmatingiz buni yaqqol namoyon qiladi-da. Lekin o'qituvchilikdan u yoqdagi hayotlarni keskin o'zgarishini bir ko'rdik. Xo'p, endi jamoada ingliz tili hammasini qo'ysak, jamoani muhiti sizga qanday yoqqanmi, qanaqa hissiyotlar bo'lgan? Chunki bilasiz, Patstilda qizlar jamoasi, yigitlar juda kam bizda. Qanaqa bo'ldi shunda sizda ishlash jarayoni? Boshida kelishib ketishimga o'zim ishonmagandim to'g'risi. Chunki men qizlar bilan yaxshi kelishmayman to'g'ri. O'sha uchun ham boshida ishga kelib, esingizda bo'lsa, masalan, kollektiv yo'qda gaplashib o'tirgan bo'lsa hammasi, men chetroqda o'tirardim. Xuddi uyolganday qilib qo'shilmasdan o'qilay o'tirardim, lekin kollektiv shunayki, to'g'ri, juda ham bir nima, friendly, masalan, men ham o'sha 4 ta kollektiv o'ziga, shu qizlar bo'ladigan bo'lsa ham, unaqa chegaralardan o'tmagan holda bemalol xuddi biz aka-ukaday bo'lib ketdik. Men hollagacha mana shu Amerika ketgan bo'lsam, 1 yilning ichida bizani olingan o'zimizni videolarimiz bor, shular bilan hollagacha ko'rib o'tiraman o'sha videolarni. Ana yaxshi. Ya'ni bir ish muhitida keling deylik, juda kuchli jamoa bir ajralmas qism bo'lsa, muhitni zo'r tashkillashtirish, jamoa ichidagi nima deydi, ma'lum bir qadriyatlarni shakllantirish bu ham bir qiyin narsa va bu fikringizdan juda ham xursand bo'ldim. Ya'ni jamoada shunaqa do'stona atmosferani yarata olganimizdan va bularni birdamlikka, ya'ni bir jamoa bo'lib ishlashga nima deydi, bir turtki bo'lganimizdan juda ham xursandman. Endi jamoa haqida yana bitta fikr bildiradigan bo'lsam, bu nimaning hisobiga buncha masalan drujni bo'lib ketishi mumkin jamoa? Erkinlik bor jamoaning ichida, to'g'ri. Masalan, erkinlik ham kim tomonidan beriladi? Rahbar tomonidan beriladi erkinlik. Chunki sizni o'zingiz ham xohlagan gapingizni kirib aytib bilardik, to'g'ri. Siz o'zingiz masalan xuddi bizlar bilan do'stday gaplashasiz, qolgan hamma bilan ham. O'shaning hisobiga biza xuddi bir oiladay bo'lib qoldik-da. Men hollagacha bilmadim. Men bunaqa joyda ishlamaganman bundan oldin, bundan keyin ham ishlamasam kerak. Bitta bo'lib qolsa kerak. Bunaqa komment bilan bugun kayfiyatimni menga chiqarib yubordingiz desam ham bo'ladi. Ana endi keling biroz yana Amerikadagi hayotdagi nimaga qayta olamiz. Oiladan uzoqda yolg'iz o'zingizni his qilgan vaqtlaringiz, yolg'iz qolgan vaqtlaringiz qanday shu davrlarni yenga oldingiz shu paytda? Endi yolg'iz qolgan paytlarim, endi Rossiyaga ketganim evaziga men u narsaga o'rganganman, lekin bitta narsani tushundim.
baribir ham odam chetda bo'ladigan bo'lsa, keyin qadriga yetay ekan. O'zini, oilasidagilarni keyin qadriga yetay ekan. Masalan, men oldin ko'p vaqt o'tkazmasdim bobom-buyumlar bilan yoki oilamdagilar bilan. U yoqda shuni o'ylaysiz. Men boradigan bo'lsam, shu bir oy borsam ham, bir oy har kun o'tiraman men shular bilan, oilam bilan deysiz. Umuman ichkariga chiqmayman deysiz. Yaxshi. Shunday bo'ldimi ha? Shunday Mana bo'ldi. 1 yilda qaytdingiz. Ko'p vaqtingizni ular bilan sarflashga harakat qilyapsizmi? Harakat qilyapman, endi imkoni boricha, lekin men o'zim aytganday bo'lmayapti. Hop. Endi bir tezkor savollarimizga kirib olamiz. USA mi yoki O'zbekiston oshxonasimi? O'zbekiston oshxonasi, chunki Amerikada men umuman USA na ovqatlarni yeganim yo'q. Yeganingiz yo'q. O'zi umuman bir milliy bir o'ziga xos taomlar mavjudmi Amerikada? Amerikani o'zini men biladigan joylar shu McDonald's, KFC, ana shunaqa narsalar, burgerlar. Fast Men food. umuman qiziqqanim ham yo'q o'zini oshxonasi. Chunki birinchidan bizaga mumkin emas. Ularni mayli hammasi ham emas, ba'zi bir ovqatlari mumkin emas. Ikkinchidan baribir ham O'zbekistonni ovqatlariga yetadigani yo'q baribir. Va u yerda o'zimizni milliy taomlarni yoki o'zbek oshxonasini imkoniyatlarini topish unaqa qiyin emas. Mana yo'q, har bitta shtatda bitta telefon qilasiz, o'zi keltirib beradi. Amerikada qolib ketishmi yoki qaytishmi? Bu narsaga o'li javob topganim yo'q. Aha. Lekin qachon bo'lsa ham baribir ham qaytish. 10 yildan keyinmi, 20 yildan keyin baribir ham qaytiladi. Niyatingizda hali mustahkamsiz. Yaxshi. Eng yoqqan narsa Amerika hayotidagi. Pul. Yaxshi. Eng qiyin narsa? Eng qiyin narsa shu yaqinlardan uzoqda bo'lish, Sog'inchni yengish. sog'inch. Yana bitta narsasi bor. Sizni kasal bo'lishga ham haqqingiz yo'qqa, chunki sizga qaraydigan odam yo'q. Yaxshi. Bir so'z bilan Amerikani qanday tasvirlay olasiz? Imkoniyatlar shahri. Imkoniyatlar shahri. Yoshlar uchun masalan Amerikada ketaman, o'sha yoqqa borib yashayman, nimadir ish qilaman, o'zimni u yoqqa ko'taraman degan yoshlar uchun qisqacha beradigan maslahatingiz bo'lsa, ulashsangiz. Yoshlar birinchi navbatda tilni o'rganish kerak. Tilni ham qanday o'rganish kerak? Masalan, birinchi navbatda kommunikatsiyasini yaxshilab olish kerak. O'shani hech bo'lmaganda, masalan, hozir bizani shu O'zbekistonga turgan bo'lsak, birinchi Buxoroda turgan bo'lsak, birinchi tilimiz o'zbek tili bo'lsa, ikkinchisi tojik tili. Masalan. Ana shu ikkita tilday bo'lishi kerak, o'zbek bilan ingliz tili ham. O'shanaga ko'tarilishi osonroq bo'ladi, chunki ular bilan bemalol muloqot qila biladi. Undan keyin men bo'ldi, bitta tilni bilaman, tamom, meni ishim 5 bo'lib ketadi degani emas. Undan keyin yana qanaqadir sohani o'rgansin undan keyin. ITmi masalan yoki qanaqadir grafik dizaynerlikmi, mana shunaqa kompyuter sohasidagi yoki buxgalterlikmi, qanaqadir o'zini kasbi bo'lsin. Borganda masalan men bo'ldi, ana shunaqa manfaat berib bilaman deydigan bo'lsa, keyin o'zini ko'tarib biladi. Bo'lmasa taksistlik, qurilish, trakdan o'ta olmaydi. U ishlarni qila olmaydi, demak. Yaxshi. Qanaqa soft skilllar masalan u yerda foyda keltirishi mumkin bolalarda? Soft skilllar deganda endi nimani nazarda tutasiz hozir? Masalan, bolani o'zida bo'ladigan Endi kommunikatsiyadagi, yana muloqot qila olish qobiliyati, Muloqot birinchi kirishish, o'rinda. kelishuv, masalan, shular borasida. muomala madaniyati birinchi Muomala o'rinda. madaniyati. Muomala madaniyati birinchi o'rinda. Har doim ham tabassum bo'lishi kerak. Unaqa xo'mrayib yurgan odamni yoqtirmaydi ular. Любой kollektivda masalan ham o'sha kommunikatsiyasi yaxshi bo'lib, undan keyin hurmati yaxshi bo'ladigan bo'lsa, ko'tarilishi ham oson bo'ladi. Yana nima? Harakatchan bo'lishi. Intiluvchan bo'lishligi. Yaxshi. Xo'p, o'ylaymanki, bugungi suhbatimiz ancha ko'p insonlar uchun manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Va eshitib turgan auditoriyamiz o'zlariga ma'lum bir xulosalarni qilib olishdi.
ingliz tilini o'rganish qanaqa imkoniyat berishligi yoki ingliz tilini bilmasdan ham borganda qanaqa qiyinchiliklar bo'lishligi va bu borada fikrlaringizni berganingiz uchun va vaqtingizni ayamaganingiz uchun juda ham minnatdormiz va keyingi ishlaringizda omad tilayman Jahon. Xudo xohlasa o'zingiz kutgandek natijalarga, marralarga yeting. Men o'ylaymanki, siz Amerikada oddiy bir shu sohada ishchi sifatida qolib ketmaysiz. Ya'ni tarmoqlashgan qanaqadir bizneslarni egasiga ham aylanishingizga ko'zim yetadi. Xudo xohlasa shunaqa yaxshi niyatlarni tilayman sizga va o'ylaymanki, baribir O'zbekistonda qaytish fikringiz qat'iy qoladi sizga. Nimagaki, biz chetda qanaqa topadigan daromadimiz yoki ko'rgan narsalarimizni o'zimizni davlatimizga kelib tatbiq qilib shu yerdagi aholi uchun foydasi tegadigan ko'proq muhitni yaratishimiz, bu menimcha o'zimizni vatan oldidagi bir burchimiz desam ham adashmagan bo'laman. Siz shunaqa nima deydi, haqiqiy vatanparvar insonsiz. Xudo xohlasa bu narsada ham yutuqlaringizni hali ulashamiz va ishlaringizga omad tilayman. Katta rahmat. Rahmat sizga ham Domlajon, meni chaqirganingiz uchun birinchi navbatda. Endi men o'zi nima qilib xayol qilib yurardim, qachondir ana shunaqa ko'rsatuv bo'ladigan bo'lsa, qachondir chiqsam deb xayol qilib yurardim. Suhbat shunday qiziq bo'lganidan vaqt qanday o'tgani ham bilinmadi. Menga o'zi kamday tuyulibdi bu narsa. Tilaklaringiz uchun rahmat Domlajon. Men sizga ham hamma yaxshi tilaklarni tilayman. Ilohim har doim shunday bo'lsin. Masalan, men sizni birinchi ustozim, o'zimni katta ustozimdek ko'raman Domlo. Ustozim siz, o'zi ham qanaqa bir maslahat kerak bo'ladigan bo'lsa ham birinchi barib sizdan so'rayman. Rahmat. Shu ana hozir uchebni sentrni, shu o'quv markazini yana ham kattalashtiryapsiz Domlo. Masalan, bundan ham kattaroq bo'lishini tilayman. Keyingi safar masalan kelgan paytlarda Xudo xohlasa yana shunaqa podkastlar qilish ham nasib qilsin. Ilohim. Va e'tiborlaringiz uchun juda katta rahmat va bizni keyingi podkastlarimizni ham kuzatishda davom eting. Bundan da qiziqarli va sizga kerakli ma'lumotlarni uzatishga harakat qilamiz.